Turdunuzmu? Tamam kıldınız mı? Ha, hazırla çıkayı. Allah. Elini. Mantıkım sizde. Ha. Çay içeceğim dada. Dada, sizden yeni bir işini ötünmekçiydim. Nemin ötülmekçiydiniz? Mening oliy maktabda bakma o'quvim bor edi. Bu talabimni rad qilib etmanga dada. Savodoshlarimning oldi ketib bo'ldi. Hozir ozli bir qismimiz qoldik. Qo'limda chaqir qog'ozi turibmi boramsam? Qandoq bo'ladi dada? Uning ustiga fikrlarimning o'qishiga ta'sir yetmamdi. Bay gepini qilgan chaqir qog'ozga nima bu? Nazirbaqqa o'xshamda? Yo'q dada, Nazirbaqqa emas, men sizga chiqib kestay. Mana chaqir qog'ozim. Ko'rib beqmi? İmtihandan o'tganlarga Bundan keyin oliy maktabning gepini qilg'uchman. Bo'lmasa tonishlarimning o'g'illaridan birasiga yotliq qilaydiman. Assalomu alaykum Fazliqqa. Jamoat saqlab qoldi. Ha, mana hozirlamangmi. Apa, canım apa. Nemişkimi ölüp ketkensiz apa. Mendek biçare, taleysiz kızınızını nemişkimi taşlap ketkensiz. Apa, menim o özünüz bilen birge ep ketken bolsunuzcu. Apa, apa. Kızım, otanız boğunun bilen qo'limdan hech ish kelmaydigan yaramas bir erkanmi? Sizning istiqbolingizni nobud qildi. Sizning shuncha tirishib o'qiganlaringiz bekorga ketadigan bo'ldi. Meni kechiring, qizim. Dadınız pul so'rab xeyli yalagichi beribdi. Lekin pulning amalini qilamabdi. Bizni kechiring qizim. Biz shuncha tirishibmi, yana sizni o'qitamaydigan bo'ldik. Yo'q apa. Dada, sizlar nemish qishig'laysizlar? Shig'lamanglar. Meni helimi 11 yil o'qitdinglar-ku. Men ishinaman. Mumkin bo'lsa o'zinglar Asiya aski g'urbat turmushga tushish badaliga meni yana 11 yil o'qita olaysizlar. Dada, apa, mening sizlarni bundoq tashlab qo'yg'im yo'q. Canım kızım. Apa. Kechiring kızım. Asli o'qitib qo'ysam bo'ladi. Lekin sizning talabingizni yada qo'yg'im kelmadi. Mening o'sh qilganlarimni bilsangizda bo'ladi-ku. Uy, Fazlaxon. Nikoyingizga o'tmay turib, hozirgacha xizmatingizni qilyapman. Mushumo siz uchunda? Ha? Rost deysiz, jinim, rost deysiz. Biz bir-birimizni ko'rishimizga sadil chidishamaydigan qo'shmoqlar.
Fazlaxun, Rənagül sizning xəbəriniz yo'q. O'qishga g'ippat ketib qolsa, qanday qilasiz? Hay, xotirjam bo'ling, uning beshi 10 emas. Ya'ni kelib men uning chaqir qog'ozidan bir nimasini yirtib tashlab etdim. U hamda hech nega boramaydi. Bak yaxshi bo'pti. O'qishga boramaydi ekanda. Demisimi, qiz bola turib, sharax yalak o'qishga berib, nima qiladi, ha? To'g'ri deysiz, Tursuнгul. Ma'qul. Ma'qul. Fazlaxun, jindan qo'rqib kalingizdan ketib qoldingizmi, nima? Nimandaq chig'ir yo'lga haydaysiz? Bu chig'ir yo'l bilan nima ish qilmoqimni eli bilib qolasiz. Ko'p kunduzda satlashib yurmang yana. Hay, xotirjam bo'ling. Rabiyaning shundaq ko'nglimiz yerim bo'lsa, endi senmi boramayman desan qandaq bo'ladi Rana? Rabiyaning bu oilasi qiyinchiligi bor bo'lg'achqa boramidi. Lekin sening oila sharoiting shundaq yaxshi tursa, dadang nemish o'qitmaydi? O'ltira Jamila. Ma'qul. Dadamning nima o'yi borligini faqatla bilamadim. Muallimning gapini ilik olmadi. Men faqat sizlarni uzatib qo'ya olmayman Jamila. Undaq deyma Ranagül. Sen bundaq deysan, Ali'ningmi, Rabiyaningmi ko'ngli yerim bo'ladi. Sen cho'qim bir amallarni qilib biz bilan birga bo'lg'in do'stim. Yo'q, endi mumkin emas. Dadam mening chaqiriq qog'ozimni yirtib tashlabdi. Menga endi 3 ukamga opa bo'lib, ularni yaxshi o'qitib, o'z orzuyimni shular orqali amalga oshirmoqdan boshqa iloji yo'q, bildingmi? Men oxiri mushu niyatga keldim. Yo'q, men ishonmayman. Siz bizga yolg'on aytyapsiz. Yolg'on. Men sizning gapingizga ishonmadim. Siz bizni kuchuk ko'rib yolg'on aytyapsiz. Acha, haqiqiy ahvolni nimishqa yo'shirsiz? Nimishqa bizga yolg'on aytasiz, ha? Ras ukam, men ko'p o'ylandim. Men kessam, sizlarga kim tomoq etib berdi? Kirqatlaringlarni kim yuyib berdi? Ya'ni kelib, men degan qiz bola. Dadamning o'ylagan yeri bor ekan. Ha, bugun atigan u o'zi qo'shilgan. Men o'zim rad qilib etdim. Endi ortiq o'ylamay, darsinglarni yaxshi o'rganinglar. Oliy maktabga. Acha, bo'ldi, yolg'on so'zlama. Bizga yolg'on aytma. Aytinga acha. Bu dadamning qarori, shundaqmi? Acha, siz rostla bizga tomoq etib berman deb oliy maktabga bormamsiz? Agar shundoq bo'lsa, men siz aytgan tomoqni hargiz yemayman. Kirlarimni o'zim yeyman. Siz aytgan tomoqni hargiz yemayman. Acha, siz ishkilanmang. Heliq puldan yetkidak elib, oliy maktabga men acha. Uning javobini men o'zim qilaman. Jinimni tikib qo'ydim acha. Biz sizni ustib qo'yaylik acha, ma'quldam. Bo'lamdi? Ma'quldan acha, biz sizni ustib qo'yaylik. Ma'quldan acha. Jinim uqlarim. Acha. Bag'andan keyin bizga xat yozishni unutib qolmanglar, jo'nim. Cho'qim yozamiz. Yo'lga diqqat qilinglar. Ha. Sizlar o'zinglarni asranglar. Bo'ladi. Asliga biz bilan birga borsangiz yaxshi bo'ladi. Rabiya, Malik xocha, bo'ldi. Sizlar mishat turib qo'yinglar. Xo'sh Jamila, Ali. Xo'sh. Oliy maktabga berib tirishib o'qinglar. Ma'qul. Xudoyim omonat. Diqqat qilinglar, bolalar. Ranagül hajab kep bo'lmaydi. Shuning bo'lgandi. Shundaymi? Bir ish chiqib qoldimi ya? Ma'qul amsa. Bizga xat yozishni hargiz unutib qolmanglar, juma. Xo'sh bolam. Xo'sh, Malik xocha. Xo'sh. Xo'sh. O'qta o'qinglar. Jamila. Xo'sh amsa, Malik xocha. Bo'linglar, Yo'lga diqqat qilinglar. Ma'qul amsa. Ma'qul. Xudoyim omonat. Xudoyim omonat. O'zinglarni asranglar. Xo'sh amsa. Xudoga omonat. Diqqat qilinglar. Xo'sh. Xudoyim omonat. Xudoyim omonat bolalarım. Tabiatimiz. Xo'sh. Rabiya. Xo'sh. Rabiya.
Rana. Hey, to'xtanglar, Rana keldi. To'xtanglar, bolalarım bu yoqqa Rana. kelinglar. Rabiya. Kechikib qolding-ku do'stim. Qani ular? Ana. Ranagil. Chiqqan bo'linglar. Rana. Ranagil. Rana. Kechiringlar, men kechikib qoldim. Rabiya, sen sinfimizda eng a'lochi o'qigan. Sen boramsan qandaq bo'ladi? Sen ular bilan bag'in. Mana, bu pulni al. Yo'q, bo'lmaydi. Alasam bo'lmaydi. Qandaq qilma, Rabiya. Bo'lmaydi. Buni ag'in. Buni olsa qandaq Unga bo'ladi sizlar qizim? pulni olsin. Qandaq qilma. Men bu boramidim. Senmi Ilim boramansan? Rabia, ilim. Ag'in do'stim. Bo'pti qizim. Rahmat. Arzimaydi hada. Rabiya bo'lsa, men bag'anga o'xshash. Ranagil do'stim. Xudoyim baxtimiz. Malik qacha. Rabia'ning somkalarini chiqin. Ma'qul. Tayyor qilib qo'ygan. Chiqay. Bo'ldi, yig'lama. Jinim do'stim. Yaxshi o'qigin. Ranagil. Sizmi biz bilan birga mang'amassizmi? Biz bilan birga bering. Ali, men berishga amalsiz. Men faqat sizlarni uzatib qo'ya olaman. Menga xat yozishni unutdim. Ranagil. Xotirjam bo'ling. Cho'qim xat yozman. Pat xat yozib turman. O'zingizni asrang. Mana qizim, mana. Kam narsalarimizni kaynimizda Bo'ldi, tiyib beraylik. meninglar. Kechikib qolmanglar yana. Tez menglar bolalar. Ma'qul Ranagil. O'zingizni asrang. Jamila. Yo'lda chiqqan qizim. Xo'shamsan. Xo'shamsan. Ranagil. Xo'sh, Malik qacha. Xo'sh bolalar. Bo'ldi, yig'lama. Xo'sh. Xo'sh. Voy qizim, yaxshilig'imizni qachon qaytirib Yurib olamiz, jinim qizim. Qilmanglar. Xo'sh bolarim. Jinim qizim. Bundoq qilma, Rabiya. Mang'in qizim, mang'in. Xo'sh Rabiya. bolarim. Xo'sh, yo'lda ehtiyot qilinglar. Xo'sh. Ehtiyot qilinglar. Jinim qizim. Xudoyimga omonat. Salomatligingga deyman qizim. Xudoyimga omonat. Xat yozishni unutib qolmanglar. Cho'qim yozimiz. Salomatligingizga deyman qizim. Xudoyimga omonat. Hadi, bo'ldi, ko'zlarini yerim qilmasizlar. Rahmat qizim. Rabiya oxiri o'qidi. Sizga ko'p rahmat. Arzimaydi, hadi. Xudoyim baxtimizni versin qizim. Bo'ldi, hadi. Yursizlar kirib ketaylik. Mahsular. Ma'qul. Yuring. Ey, Qurbon, Ha? akang qani? Uyda qoldi. Nima ish maktabga mangmidi? Bilmayman. Ukulroq maktabga ketdi. Sen maktabga mangmay, men bu yerda o'tirsa. Bezdek o'tag'ini mana. Savaqdaşlar, bugün yeni ders başlaştığın avval aldığın saat ötülegen dersimizin bir katım tekrar qilib o'taylik. Aldığın saatte biz 32. ders Quchaqlar o sening dadang degan dersini etken. Savaqdaşlar bu dersga nisbatan tayyorlig'inglar bordi? Undaq bo'lsa, mushu darsning tövendiki savolini so'rab baqay. Birinchi, bola dadasini nima sababdan taniyamadi? Ikkinchi, mushu yerda aytilgan go'hartosh bilan uyul tashning simvoliq ma'nosi nima? Qani, kim javob berib baqidi? Qaragan bir qism savaqdoshlarimizning tayyorligi yaxshi bo'lmabdi. Bo'ldi, qo'linglarni tushirib aytinglar. Men yo'qlimidan so'rab baqay. Bu savollarga savaqdosh Sayibdan siz javob bering. Endi javob bering. Birinchi, bola dadasini nima sababdan taniyamadi? Ikkinchi, mush yerda aytilgan go'hartosh bilan uyul tashning simvoliq ma'nosi nima? Nima?
tayyorlik qilmadingizmi? Nemishqa tayyorlab kelmaysiz? Bu savolga saboqdosh Aynur Abdulla siz javob bering. Bola dadasini nima sababdan tanıyamadı? Balaning dadasini tanıyamasligida ikki sabab bor bo'lib, birinchidan bola tug'ilib ta cho'ng bo'lg'icha dadasini ko'rib boqmaganligi uchun dadasini tanıyamadı. Ikkinchidan dadasining suratdagi chiroyi bilan turmadan chiqqandan keyingi chiroyi o'xshamaydi. Shunga bola dadasini tanıyamadı. Mushu yerda aytilgan go'har tosh bilan uyul toshning simvollik ma'nosi nima? Uyul taş dadaning Batur Qaysar tavranmas irodasiga simvol qilingan. Go'har taş dadaning bilimlik oliyjanob fazilatiga simvol qilingan. Saboqdoshlar bergan javobi to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi, qani o'tiring. Nomeringiz yozsa. Sayfidan, tayyorligingiz puxta bo'lmabdi. Bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi-jimi? Qani o'tiring. Saboqdoshlar, oldingi soatlik darsni takror qilishimiz mushagicha bo'lsin. Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz mush 2 yerlar. Sizga bo'lgan mehr muhabbatimning qanchalik cho'nqurligini endi his qilmoqdaman. Siz men uchun to'liq mehribon, eng suyimli qiz. Shu topda rivoyatlardagi farizatlarning kaptarga aylanib, ko'kda parvoz qilganga o'xshash qanotim bo'lsa, uchib berib sizni ko'rgim keldi. Ash xush tabassum jilvilanadigan nuroniy yuzlaringizga to'ymay qarag'im keldi. Afsus, menda o'nchilik jasorat yo'q. Ey, senin dadağına aram koyunun güçünü yiyişini yanmaydı değil ko. Aram koyunun güçünü hep aklın bulgunup gitipti de. Aram koyunun güçünü yiyede. İşitmiş şunu güçünü yiydi bu. Üyümdeki aslacakka izi olsam olkende. İşitmişken demiş azlap ketken desem. Senin dadan yaptık ditkende. Ağzını yumaş. Nimdap meni haqoratlasa. Vay nemiga baqiraysan? Demisimi Rasko aram yeydiğini. Dadağınıga cazanı korunun tip ekirgenine ayma yeydiğin sen? Neri berini arabayla müşünün balısını yiyen deydi o bu. Nim dedi? Hep para bana. Sizga bo'lgan chin muhabbatim, saf aqidamni 5 yillik maktab hayotim tamom bo'lganga qadar hech qanday kirchang yuqtirmay faqat sizga taqdim etaman. Bu mening yurak so'zim. Chunki men sizni chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Qalbim birdan bir o'rin olgan qiz siz. Men davlat bayramida bayramlik vaqtdan foydalanib yurtga berishni o'ylayapman. Sizga 100 turani deydigan nurg'un gaplarim bor. Men Hey, Rana! Nimandaq tug'utli xotindak uydan chiqamaysan? Chiqa bu yoqqa. Mis qilmay alaychilikni. Mana suv akir. Qurban. Mush yaqindan beri darsda bekla chekinib ketdim. Biror dadang bo'lsa menga ayt. Sadi nima ish bo'ldi? Men sening ustozing, shundaqla opangning o'rnidagi odam. Qandaqli gaping bo'lsa, menga aytqin o'g'lim. Muallim. Muallim. Yig'lamay so'zlamamsan, ha? Qandaq ish bo'lsa, menga ayt. Benim oğlum da olsunuz ben. Muallim. Shunda men sening ustozing bo'lib qolmay, yana opang, meni oppa desang bo'ladi o'g'lim. Nima dada? Sayfidan?
Nim bo'ldi sana? Ha? Zada nim bo'ldi? Ha? Bu zada nima ish? Bir necha saboqdoshlarimizdan so'qishib qolibdi ekan, shunga shundaq. Jinim ukam, nima ish saboqdoshlaring bilan urushsan? Urushmasangmamdi. Kelak yuzini yuvib qo'yay. Ey Cazanıxo'rning kuchiga, senmi cho'ng bo'lsang, dadang Cazanıxo'rdek Luqman Cazanıxo'r bo'lamsan deb baqa, ha? Sen cho'ng bo'lsang, dadang Cazanıxo'rdek xalqni qoqistamsan, ha? Ayta, tezga bilan o'g'limni og'zimga patqoq tiqib, yo'qlamaydigan qilib qo'yman. Tez gap qil deyman. Gap qil. Men degan yozuvchi bo'laman. Yozuvchi bo'lamish ki, sen yozuvchi bo'lsang, bizning bo'lmas deb baqa, deyman. Yo'q, men degan bechora yetim. Meni nimishga bozaq qilib, Meni bozaq qilmading sen ki, sening otang bizning otimizni bozaq qilib olgan ku. Öcek sening otangni bozaq qilib olgan. Tura bunga. Tura buni. Vallahi bunu loyiq domla tutun rayını Oldu şıklama. Şıklam sen. Şıklama oldu ya. Shundaq morgan bormi? Og'riyotamdi. Yo'q. Voy. Nim Yaxshimisiz bo'ldi sizlarga? Yaxshimisiz? Nim bo'ldi? Saboqdoshlari bilan urushib qopti. Bir yeringiz og'riyotamdi. Jiroq men doktorxonaga olib boray. Jiroq. Bo'ldi, Bo'ldi, muallim. rahmat. Rahmat sizga. Ukalarim, sizlarni qaytinglar. Rahmat sizlarga. Maqulada xo'sh. Rahmat sizlarga. Asli men darsdan tushib sizlar ayrim paranglashmoqchi edim. Voy, Luqmanjon, Nim bo'ldi? nima bo'ldi sana? Ha? Kim ayting, sizni kim Unda bo'lsa qila. ketdi? Sovuqdoshirib bo'lsa ketdi. Endi keldingizmi pazlaxon? Qo'sqingiz oshqandi, ha? Voy, ochmamdigan xotin, ochmamdigan. Sizga obdan bir narsa pishirib qo'ydim. Ko'nglimnikini topirgan xotin deysan. Qani, o'tiring. Men hozir Ana hech bo'latez. Qo'zg'im ichib, uchaydirim tortishib ketdigina. Mana, qanday? Ko'nglingiz xush bo'lganda? Ha? Sen meni qachon xush qilmay qolgan tursin gulim, ha? Albatta xush bo'laman-da. Eling, Qani, senmi ola. voy men uyda shunday chiq yeb oldim. Amsi men yevadim xotin, ha? Rana ko'rinmaydi-ku. Biriga ketib qolmaganda? Voy, ne ketmoqchidi? O'stan bo'yiga ketgili, ne vaqt? Xuddi suvni daryo bo'yidan akiladigandak yo'qolib ketdi-ku. So'g'i chiqib ketgan bo'lsa, amdilating kira. Men bo'ldigan o'yma, bo'lsam, chekin qarang, emas. bu chaqchi 10 chilik suv kelgan bo'latdim. Ha, qachon birisi bilan mungdishib o'tirdigandi? Bo'ldi, yig'ilma Luqman. Yig'ilma, ha? Acha, Voy. men keldim. Qurbonjon. Muallim, siz qaytib keting. Ukalarim muallimning ham ochisining gapini anglaydi. Shundaqku. Men qaytib borgandan keyin sizlarni urgan, bo'za qilgan bolani qattiq tanqidlayman. Sizlar yaxshi o'qinglar bolalarim. Tirishib o'qinglar, bo'lamdi, ha? Sizlar nima ishqa gap qilmaysizlar? Meni nima ishqa azoblaysizlar? Acha, men tirishib o'qiyman. Men cho'qim tirishib o'qiyman. Meni saboqlashib bo'lsa ketmagan bo'lsa, men tirishib o'qiydim. Jinim ukam. Bo'ldi, yig'lamag'ina. Aka! To'xta! Jinim bolalar. Voyjon. Nimanda qilgandima birmila? Oy, nazlanmay, qaç, yememsiz. Ballarning kagini ko'midingizmi? Bu go'shtni bolaga ep qo'ymaganmi? Oy, sizmi toza gap qiladi ekansiz.
Jiq gap qilmay, oldingizga kelganni qach yeng-a. Bu sening nima qilganing? Ularni bir tishlam deyisi bo'lmamdi. Yelimichu, sho'rpisdan ep qo'ydim. Ularmi yeydi? Haqqin eling-a. Şuğlama akka. Şuğlama. Senin intikamını hep senin intikamını hepimiz akka şuğlama. Şuğlama akka. Uka, ben tayak yiyenge şıklamadım. Bu pul yenilik konturdi xo'dan. Voy, menden gumonlanib yurma, yana qayta sanab beqing-a. Voy jenim xo'dan, yeni sanasam yeni shu konturida. Bu qandoq gap bu? Xo'dan bilib bilmay ep qo'ymagasizlar. Uy, nim deyapsiz? Men o'g'ri ko'ryotamsiz, nima? Men bu pullarni elib nega gapiratdim? Uyingizga kirmayla gumonlan qiltirsangiz, siz bilan yashag'ili bo'lamdi, bo'lmamdi. Jenim xo'dan, tatli xo'dan. Xafa bo'lmanglar, chaqchaq deb qo'ydim chaqchaq qilib. Xato sanab qo'ygan o'xshayman shu. Xafa bo'lmanglar. Siz akstırıp dersin çekinip kessiniz doğru bulamdı. Bunun tesiri inlarinizga bo'lmamdi. Ulamı dersin çekinip kessin mi? Dadınızın qığalları elbette doğru bo'lmadi. Lekin onunlıq bilan ishonchingizni yo'qotsangiz bo'lmaydi da. Siz maktab bo'yicha eng yaxshi o'quvchi. Boshqa saboqdoshlaringizga ham yaxshi ta'sir berishingiz kerak bolam. Muallim, men rastla gangrab qoldim. Mening ochamdek bu qag'im yo'q. Ochamga bek uval bo'ldi. U ochamga uval qildi. Aku uchimizning mushundaq kunga kelishimizdan ansirayman. Chunki bizning bilimsiz, keraksiz odam bu qag'imiz yo'q. Hammamizning yaxshi o'qib, bilimlik, yaramlik odam bo'g'imiz bor. Biroq ochamning ishi menga haqiqatan ta'sir qildi. Muallim, u kech-kechlab dars o'rgatdi. Kirqatlarimizni yuyatdi. Ders o'qishimizga yordam beradi. Oshtamig'imizni etadi. Yana ayrim vaqtlarda dam olmasdan tirishib o'rganadi. Bularning hammasi nima uchun? Buning hammasi oliy maktabga berish uchun emasmidi? Oxirgi hisobda bora oladimi muallim? Bechora ocham borolmadi. Rahmatli opamizdan ayrilib, ta hozirga qadar opamizning o'rnida opa, yaxshi ocha, yaxshi o'quvchi. Shundaqla bizning yaxshi ustozimiz bo'lib keldi. Mayra muallim, men sizdek yaxshi muallimning so'zini albatta anglayman. Men cho'qim tirishib o'rganaman muallim. Bo'ldi, yig'lamangsa ipidan. Jami o'simi qo'shilib aran 4900 qo'yibdi. Bu xato bo'lib qoldimi, qandoq? Nima bo'ldi? Meni hisob bilmaydigan ko'ryapsizlar? Ha? Qandaq sizga xato bo'lib qoldi?
Silimandin 3000 koy ağılı ne vaq? Ha? Endi şunun 900 koy üsüm kelse çidimay git baramsızlar? 900 koy üsüm keldi didilma pazlaxon. Ay to'la odamni gapga solmanglar. Gap degan bir. 900 koyni vaqo, 1000 koy qilatmaga xo'sh bo'linglar. Qani pul, akeldinglarmi? Men sildan ağan 3000 koyga 900 koy üsümni qo'ysak, 4900 koy emas, 3900 koy bo'ladi ekan. Men hozir 2000 koy akagandim. Akelinglar, chiqaringlar. Voş, bundaq yaxşılıqni bilmaydiganlarga yaxşılık qilman degicha. İşingizni qilsangiz o'mamti. Əmsə, gepimiz gap, Nizaxon. Qağan 1900 koyga, yəni 100 koyni qo'shib o'tib, ikkinchi qatim kevash satqanda taq akilasizlar, ha? Ma'qul pazlaxon, ma'qul. Xo'shamsa. Qarzdorchilikdan qutlanmay o'lib ketadigan o'xshaymiz Silmaxon. Tönögün 2000 yillik paxt setib edim. Uyda bir kech qunibdi. Mana bugun yana qarz to'lab chiqdim. Eshak o'riq bo'lsa-mo, yig'ir bo'lmasa degan gap bor. Kambag'al bo'lsaqmo, qarzdor bo'lmagan bo'lsaq, kunda qaynoq suv ichsakmi mayli. Shularni o'ylagan siri kallamning ichimi, teshimi qaytib ketib bordi deslar, Nizaxon. Rastayla Silmaxon, rastayla. Kunduzlari tugumas amgak qilib, kechalari qarzdorchilikda tuzuk uxlayanmay, bag'an seri halsizlanib, divanlashib ketyapmiz. Qanday qilamiz endi? Yana desak, yana shu gap. Qara xotin, bu shundaq daftar qalam tutib o'tirsaq vaqo pul degan sharaqlab kelaverdi. Qandaq? Andaqda men sizning katibingiz bo'lib qaptimanda. Agar hisobot qilishni bilsak, mush 2 oy ichida pul deganga ko'milib ketamiz xotin. Ya Allah, barkat bersin Xudoyim. Asalili. Ma sandiq obdan qaranglijimi? Ustam, amaysiz yeridan yana 5 siq qo'yinglar. Qo'saq yerilib ketay davasa, yana kavab qo'yib nima qilasiz? Sen yemisan men yeyma. Bo'lmasa bolalarga og'ash ketayli. Uyt! Yaxshi tamoq ishib qag'icha, yomon qo'saq yerilib ketsin degan gap bor. Men micho yeyma. Pishira ustam. Mana ma'miman 15 ni qo'yib atdiq. Ha, pishib qoldi, ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bova, kasala. Qani, Eshaman turdingizmi? Amin, Allohu akbar. Qanday tez turibsiz? Yaxshi. Dadingiz ko'rinmaydi-ku. Bir yer ketganmi-ti? Dadam azroq ish bilan bozorga ketgan. Bir ish bormidi? Qizim, keva sapqan pul o'g'limni o'ylashga yetmay, dadingiz Pazlaxundan azroq qarz olaymikin deb kelib edim. Qerishqandek dadingizmi uyda yo'qkan. Endi qandaqmi qilaman shu? Bova, hozir hamma odam kevasatdi. Meningcha ko'ngillari yaqin birasidan so'rab baqsalar tutib qolarmikin? Hey qizim, meni so'ramadi demsiz. Hamma odam keva sapqan bilan hammasining o'ziga tushliq tangligi bo'ladi ekan qizim. Endi men kimning oldig'imi qarz so'rab boraman, shuni o'ylayapman. Men chiqay qizim. Bova, ranjimay chiqalar emsa. Ha. Bova, Nima ish qizim? to'xtab tursilar, uyga kiribla chiqay. Estağfurullah.
pulni asıla. Az olsunmu işletip durala. Rahmat qizim. Asıla bova. Rahmat. Sizga ko'p rahmat qizim. Əmsə dadınız kelgəndə pul əp ketganligimni onunğa aytib qo'yasiz. Menmo dadınızni ko'rsam, onunğa rahmatini aytib. Yo'q bova. Bu pulni sizlarga berganimni dadamga aytmasila. Bu pulni qaytarman debmi avaro olmasila. Unda qilsa. Hech qanday bo'lmaydi bova. Dadamning mijozini o'zlari bilala. Shunga bu pulni sizlarga berganimni dadam hargiz bilib qolmasin. Bildim, tushundim. Rahmat qizim. Arzimaydi bova. Rahmat. Xo'jayin, bizning nech pul oldi? Ha, 45 qo'y oldi. Ey, bo'ldi qil. Chog'lima yavirib qo'zg'ong etilib ketmasin yana. Mening turqimga qarab, bu kavobni yemaydi deb qapsizda. Heliqo bu kavobgan. Yana 10 six bo'lsa-mu, yevetdimi? Ustam, maysiz yeridan yana 10 siq beringlar. Bo'ldi buningga. To'yuqsizni o'chib qoldiman hamda. Voy nimandaq mamaysiz? Osh, ishtirak mamamsiz deymi? Voy ne bo'lding? Oshqaznimda qattiq bir narsa turib olgandek og'rib ketyotdi. Voyjon. Azroq yedis unmaysa, och ko'zli qilib. To'li gap qilmay ishtirak menga. Voy o'tamayvasi men qanday qilaman? Voy men chidayammidim. Hojatxonaga bormisa, qarab turmay. Nima demamsa? Dada keldingizmi? Ha. Bo'loya o'tamsizlar. Akilan chapaningizni. Ha, qani o'tirib yangla. Oyjon. Oyjon. Qo'sa qichaqlab yemasa, mana shunda qo'ladigan gap. Oshko'z xotin. Voy qo'zg'im og'rib ketyapsiz, men qanday qilaman? Iliq kavobni olmaylik desam, unmaysiz obdan bo'ldimi? Emsa hojatxonaga chiq mana. Chiqib bersan o'ngshilsa, mana. Bo'ldi qilaman. Emsa men qanday qilib berma? Uffaqib kel, xotinni. Voy qanday qilaman? Men chidayammadim. Ey, tug'ib qo'yma yana. Bunda vaqtda chaqchaq qilmang. Men tug'adigan mekiyan bo'lmasam, oyjon. Acha, tursunek tug'amdi nima? Vaqirab bulamayli qopdi. Vaqirab bulamayli qopdi? Tug'amdi nima? Undaq bo'lmaydi ukam. Hey kalva, o ayol kelgilidagi bir ay olmasa, qandaq siga tug'di? Voy, yog'on bo'z churaman bilan chiqib qarab baqa. Qupa. Menga qarab baqimiz. Menga. Rosmiga? Qara, ma'u xotinni. Qara Rosmiga. O'lsin xudoyim. O'lsin bu qiri. Qo'rqib ketdi. O'lsin. Shunchalik og'irganim doktorxonaga boramdi. Birdan yetib olsang yaxshi qolsa. O'lsin. Bo'lamidi? Voy xotin, birdan chizdig'in hamda. Birdan Bunda qiyasam men haram o'lib ketadigan o'xshayman. Men doktorxonaga opiramsiz yo'q. Voyjon, voy qizim. ma'qul. Voy ma'qul, men doktorxonaga opiray. Voy. Voy. Hey, oshqish, ma'qul. tez bo'ling deyman. Birdan chizdig'in ha? Maafkan kekteyli. Ey xotin, mas sandıqdan pul aldın mı?
Hoş, müştak vaxtını çaqçaq qılamsınız. Kim bulaptı? Kim sana çakçak kıptı? Lan sandık tıkmadı birisi ağa dek durdu. Doğrusu uçup yürüydiğen şeytanlarınızı sormamsınız. Ben nereden bileyim? Aşqızını ağrıp ketdim ki tolğunub bolanmayla qaptı o xotin. İlayim keçeci ölgeydi. Seyfidin! Seyfidin! Rena! Ben apağlarını doktorxanı apırıp geley. Sizler öyük obdarak qaranglar, ha? Tüy! Tüyü bizning apımız gelmiş. Bu Yavuz cadıgar. Hey Rena! Toxman! Seyfidin! Yakışıkşı! Yakışıkşı! Bunu şey ettiniz! Bu ne? Bu yem turşa! Müslüm koy, kaç bu ne? Ağacan degen urqaç kıkını! Ağacan degen öşkemez, umina yoxşu ağacan! Tek, sen dikmen bilen gapta kalışıp otamsın! Urgun kes meni ur. Fıkkam kol tekkizgich bolma. Rena kile, bu işi zaten kaçtı karıştı. Ha? Bunun içindeki pul kene. Bir sandık çalmayı kim kaçap koydu ha? Rastlarını etleş. Zaten kim kıldı bu işini? Dada bu işni ben qılmadım. Lekin biz akşam baldırlıqlap qalğan tursak. Bu işni biz qılmadık. Hech qaysimiz qılmadık. Ağzınışım! Bu işlerini senler qilishmisan, kim qilishidi, ha? Çokum, senler qilishding! Biz qılmagandiki qılmadık demay qıldık dem tiqamsa. Ha, kızım Rena sen digine. Bu çalının zaten kaysın kaçlap koştun sandıkka. Ha? Ve rastlarını digine bana. Dada, bu pulni rastlı biz almadık, bu bizning işimiz emas. Rana kız, siz mi bu işni men qilmadim desiniz? Bu işni zodi kim qildi? Ha? Hey senle mi erişmişsin? Benim bir sandık pulum nereye gitti da? Ha? Kayaya gitti da benim pulum? Esli burunla apan diye kesel köpüsünden senlerle tilip biriydi. Hem de hemen birleşip beni veyran kılmakçı mı? Ha? Atkan durma. Atkan durma. İçe bakını! Ha? Ne işte bunu? Bekle! Bekle! Hop! Konuşla! Ne kaldı? Et çalsa! Ha? O harata bakma! Hey! Arkadaş! Ha? Vulkanı! Vulkanı! Ha, Vulkanı! Pulum kene! Pulum kene! Ha, benim pulum niye gitti? Ha? Ha, benim pulurum! Vaycan! Ture! Ture! Bir sandık pulum özlüğüden gayip bulup, bir sandık çalmık aylanıp kaptı. Şu açığımda ballarını buluşudan bağlap, sonra kısam ula biz kımıdık deydi. O degen bir sandık buldursa İmam Axunum. Bu man emdi nemi kögülük İmam Axunum.
Bu ancha hayron qolarliq ish bo'lmabdi, Fazlaxon. Navodi siz ashu yetim bolalarıngizni yana urdi ekansiz. Qolgan pul mollaringizmi chalmoq aylanib ketishi, hatto yilon chayonga aylanib sizni tirik bet yevdishi mumkin. Ha? Tek shundoq ishim bo'landa? Bu faqat yo'qsiz bechor g'eriblarning qisosi tutqandili bo'ladi. Chunki sizning pullaringiz ashu bechorlarning qini, ularning jon tomiri, ularning haqqi. U siz uchun barhaq haromdir. Harom mol dunyo hamon to'sib ketadi. Hozir partiya hukumat paktiyanati kadrlarni o'stirib, poraxo'rlikqa qarshi turib, shiriklashgan xalqni shulib yeydigan amaldorlarni jazolayotdi. Bu shuning uchundirki, sizmi Manchu. Men jazolanamanmi? Mening qolgan pul mollarimni to'zib ketanda? dil azar, xudo bezor deydigan gap bor, Fazlaxon. Siz oldingizga kelgan hojatmanlarning hojatini ravo qilmay, dilini ko'p ranjitdingiz. Ularga yaxshilik qilmadingiz. Shuning uchunmikin? Shuning uchun qanday qilishim kerak? Har qanday ish qonundan chetnasi buziladi. Qonunsizlik qilg'ichi jazolanadi. Siz maxfiy va oshkora jinoyat o'tkazdingiz. Xudo sizni jazoladi. Mush qilganlaringizni hukumat qonundan uqsa, siz yana jazolanasiz. Fazlaxon, men sizdan so'rab ko'ray. Siz xayriy ihson qilib baqdingizmi? O'qisiz qolgan holi kuni nachar kambag'allarga yordam qilib baqdingizmi? Ranagul, oliy maktabda o'qishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashdik. Siz oliy maktabga berib o'qishni xohlamsiz? Xohlayman. Acha, oliy maktabga Acha oliy maktabda o'qiyoladigan bo'ldi. Men o'qiyalaydigan bo'ldim. Mayra mali, acha oliy maktabda o'qiyalaydigan bo'ldi. Men o'qiyalaydigan bo'ldim. Rahmat tog'a. Yaxshi oldi. Oliy maktabda o'qiyalaydigan bo'libsiz. Fata! Yoshma! Beni qo'yitish! Kim tur? Qo'yitish! Yoshma! Men nima qildim? Meni qo'yitish! Tur dotimi! Qo'yvat! Ma! Maktabga borgandan keyin tirishib yuguning. Fikrlaringizdan ansirmang. Qo'liga qo'ysilib, uni yapmanglar. To'xtanglar. Ranaqi Seyfiddin ukam, Qurbonjon, Luqmonjon. Sizlar haqiqatan tirishchan, aqlli, yaramli cho'ngibsizlar. Bilaman, u sizlarning dadanglar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida barobar jazolandi. Sizlar dadanglarning, o'gay opanglarning jazolanishini xohlamsizlar. Xohlamsanglar, ogohlantirish bersak bo'ladi. qonun ularni jazolasın dağa. Siz ularni qattiq jazola. Chunki u akamni pek qattiq urvatdi, tepdi, desidi. Qurbon akam o'shirin ketdi. Ocham ikirgan ishkichilik suvni avu xotdan ustimizga qo'yibdi. Ocham bilan meni urdi. Meni urmoqchi bo'lganda ocham meni to'sib olgandi. Tayoq ochamga tegdi. Bo'ladi, biz ularni jazolaymiz. Rahimsiz Fazlbay, qarang. Bunga qarang. O'g'lingizning badanidagi bu tayoq izlari sizning rahimsiz orqalaringizdan jarohatlangan. Siz bu bolalarga otliq majburiyatni ado qilmadingiz. Chunki sizning otliq salohiyatingiz yo'q. Siz bu bolalarning otasi bo'lishga muvofiq kelmaysiz. Siz faqat bu bolalarga sadva qarashni, tillashni, yo'qishni bana qilib urishni, jazolashni bilgansiz. Voy xinim, men qarang a? Bu yoqqa keling. Ha? Sizmi ayol kishimi? Ayol kishi bo'lgan bo'lsangiz, onaning, bolaning nima ekanligini bilgan bo'lardingiz. Lekin siz bilmaysiz. Chunki sizning nazaringizda bu bola sizga o'gay. O'gay yetim bolalarga rahimsizlarcha muomala qilish kerakmi? Ularni eng qabih usul bilan o'rganish kerak, shundaqmi? Siz bir ayol, bir ona bo'lgan bo'lsangiz, bu bolalarning diliga azor bermagan, ko'zidan yosh chiqarmagan, o'rganmagan, urmagan bo'lardingiz. Chunki siz haqiqiy ona, haqiqiy ayol kishi emas-da.
onaning qandoq bo'lganligini bilmaysiz. Sizlar urib xarlayotgan bu balalar bizning kelgusi umidlarimiz, bizning eng yaxshi o'quvchilarimiz. Shuning uchun biz bularning e'tisorig'ini qilamiz. Hargizmi sizlarga o'xshash qarqo'saq, qirtirik talvalarning qo'liga tashlab bermaymiz. Etminglar bu hayvonlarni. Dada! To'xtanglar. Yo'q, tag'a, biz onasiz qilib ko'p jafolarni tortdik. Endi dadimizdan ayrilib qilishni xohlamaymiz. Tag'a, sizdan o'tinib qolay. Dadamni qo'yib eting, tag'a. Meni qo'yib etinglar. Kızım. Dada! Beni kaçırın baba. Senin Ballarım, dersten tushiblar, o'tib qaytib kelinglar, ha? Sen mi yo'ldan chetida mang'in, bildingmi? Ma'qul. Men sizlarga o'qishdan tomoq Bo'ladi, opa. qo'yaman, ballarim. Xo'sh. Xo'sh, ballarim. Yaxshi, opa. Xo'sh. Xo'sh. Hadasım, tayyorligingiz bitib qoldimi? Bitib qoldi. Qizim, men sizlarni ko'p ranjitdim. Tilinglarga ko'p azor berdim, qizim. Biroq sizlar meni kechirib o'tdinglar. Akşam ben bir gece bu işlerini oylab, zaten uykum gelmedi kızım. O'qishga Sarahiyaga ketib o'tasiz qizim, o'zingizni asrang. Enalaringizdan xotirjam ma'qul edi. Ulardan hargiz ansirmang. Men ularga obdan qarayman qizim. Rahmat. Kızım, bu benim özüm şıkkam pul. Bunu asmasım işletesiz. Yok hadi, yok. Ondan deme kızım, biz her ayda sizge pul evetip dururuz. Hadi. Kızım Rana, örümcek gidiyorsunuz. Özünüzü köp astıran. Ma'qul. Kızım, örümceğe gitip barsiz. Özünüzni köp asırang. Tirishib o'qing. Xotirjam bo'ling dada, cho'qim tirishib o'qiyman. Qizim, enalaringizdan hargiz ansirmang. Men bularga obdan qarayman. Rahmat. Opam rastlaydi acha, xotirjam bo'ling. Acha, urumchiga borganda xat yozishni unutib qolma. Unutib qolmayman, ukam. Sayfiddin, fikrlaringning dars takror qilishini yetakchilik qilishni unutib qolma. Bo'ladi acha. Ma'qul. Xo'sh fikrlarim. Xo'sh. Acha. Xo'sh Sayfiddin. Xo'sh qizim. Dada. Xo'sh qizim. Xudoyim omonat. Mendan xotirjam bo'ling dada. Xo'sh. Xo'sh qizim. O'zingizni asrang acha, xo'sh. Yaxshi o'qing. Xo'sh. Xo'sh, Xo'sh acha. Xo'sh. Xo'sh.
Xo'sh. Nasip bolgan ahirki külcem Unutuldurdi azap külfetni Bahar buldu men üçün keç küz ürgiley Arzuyumga yeter men emdi Bahar buldu men üçün keç küz ürgiley Arzuyumga yeter men emdi Arzuyumga yeter men emdi Dostlar ara küler men emdi Teşna yürek, teşna kalipke ürgiley Bakıp gülü tutar men emdi Teşna yürek, teşna kalipke ürgiley Bakıp gülü tutar men emdi Namıkta koymaz ben mengü Ana yurtum ana halkımni Namıkta koymaz ben mengü Ana yurtum ana halkımni Rahmet sana, rahmet can ciger ürgiley İşenç bergen bahar şamili Rahmet sana, rahmet can ciger ürgiley İşenç bergen bahar şamili İşenç bergen bahar şamili